Bahorda ko'rgan qo'ylarimiz qishda qayerda saqlanadi? Bugun sizlar bilan Germaniyada boqiladigan Merinis qo'ylarini sovuq oylarda qayerda saqlanishini ko'ramiz. Bu ferma men o'qiyotgan universitetning o'quv fermasi. Bu yerda jami 285 ta sovliq ona qo'ylari va 60 tacha qo'chqorlar bor. Qo'ylar asosan tashqarida, yaylov dalalarda boqiladi va sovuq payti 3-4 oy shu qo'yxonada saqlanadi. Bu Merinis zotli qo'ylar go'sht yo'nalishida va juni uchun boqiladi. Fermani tuzilishini ko'ryapsiz. Ozuqa konveyer orqali tarqatiladi. Bu esa ishni osonlashtiradi. Butun fermada 2 kishi ishlaydi. Er-xotin. Ham fermada ishchi, ham cho'pon. Asosiy qo'yxonadan tashqari yangi tuqqan sog'liqlar qo'zichoqlari bilan saqlanadigan tug'ruqxona ham mavjud. Bu yerda qo'zichoqlar onalariga o'rganishlari kerak. 3-4 kundan keyin yana asosiy podaga qaytariladi. Qo'ylar sifatli ozuqalar bilan boqiladi. Asosiy ozuqa silos, senaj va klever pishani va kuchli ozuqalar yemlar to'laqonli balandlashgan aralashmada omoqda va granula qilib beriladi. O'zbekistonda qo'ylarga sifatli ozuqalarni Ideal Agrardan topishingiz mumkin. Yana qaysi mavzular sizga qiziq bo'ladi, izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.